Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarni Ramazon hayiti bilan chin ko'ngildan tabriklagan holda videomiz afishasini ko'rganingizdek, biz bugun quyosh panellar qancha pul topish haqida sizlar bilan gaplashamiz. Aziz obunachilar, bugun biz sizlar bilan 5 kW quyosh panelini polniy obzor qilib beraman. 5 kW quyosh panellar har xil turga bo'linadi. Har xil rusumdagilar bo'ladi va bularning ichida eng qimmati inventori, ya'ni miyasi bo'ladi. Quyosh panellarini rusumga qarab har xil narx chiqarib beriladi. 3,5 milliondan to 5 milliongacha kilovatini hozirgi vaqtda, hozirgi bozorda o'rnatib berishmoqda. Bugungi taqdim etadigan sonlarim barchasi 5 kilovatga mo'ljallab qilingan. Quyosh panellar qanday rusumdagi bo'lishidan qat'iy nazar yoz oylarida 5 kilovati 600 ming so'm pul chiqaradi. Qishda esa 400 ming so'm, kun kalta bo'lgani uchun va quyosh kam bo'lgani uchun. 5 kilovat quyosh panelida 9 dona panel bo'ladi va bularning ichida qo'shimchasiga inventor. Nega boshida kilovatini 4,5 million, 5 million deganimning sababi bu 4,5 million, 5 million yoki 3,5 millionga qanday necha pulga qidirishingizdan qat'iy nazar buning ichiga usta haqqi, buni miyasi, inventori, yana mayda chuydalar kiradi va bu narsa asosan ustalantirilib sizlarga hech qanday mehnat qilmaysiz, sizlarga pat kuruch qilib topshiriladi. Shunday qilib qish oylarida kun qisqa bo'lganini hisobiga 1 yil davomida quyosh panellar 4 million 8 ming so'mlik tok chiqarib beradi. Yoz oylarida esa bu sifralar ya'ni 2 barobarga pastga ko'tariladi. Yoz oylarida quyosh panellar sizga 1 yil davomida 7 million 200 ming so'mlik tok chiqarib beradi. Bu hisobda kuniga 20 ming so'mlik tok chiqarib beradi degani. Agar bu sonlarni qishga uradigan bo'lsak, 13,233 so'm bo'ladi. Men sizga oddiy usta emas, oddiy inson bo'lib sizga maslahat berardim. Shu siz agar 5 kilovat yoki 10 kilovat qo'yadigan bo'lsangiz, inventorni yoki miyasini iloji boricha 5 kilovat yoki 10 kilovat ko'proq qo'yishingiz kerakli. Siz yana quyosh panel qo'shishingiz mumkin. Quyosh panel qo'shganingizda siz katta rasxod qilmaysiz-da, ya'ni miyasiga отдельно pul qilib, o'shaning uchun birato'la o'zingizni oldindan orientiringizni olib qo'yib kattaroq inventor qo'yganingiz ma'qul. Agar sizlarga shunday videolar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga bugungi ma'lumotimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Yana bir bor kirib kelgan Ramazon hayiti bilan, juma ayyom bilan sizlarni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Hammaga kattakon rahmat.